Ya Allah, 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 Ya Allah. Mana bugün bizni tanımagan düşmanmı bombardıman qilyapti. Ularning bizni yomon ko'rishi faqat olamlarning Parvardigoriga iymon etganligimiz uchundir. Agar biz buningga chidasak, bizga jannat bor. Bu din insonning orasiga bo'ysunmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, o'zingiz yolg'iz bosim chiqing" dedi. Shunga yolg'iz bosam chiqamiz. Jihad maydoniga qarsaqaldan kelgan edim. Bugun kunda oqsaqalim partizanlik holatdan nizomiy holatga o'tdi. Qarsaqalim reallikdan berib, nizomiy holatdan partizanlik holatga o'tdi. Shunga ko'pinchalarga aka bo'lish sifatim bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisini eslatish bilan nasihat qilib qo'ymoqchi. Bu so'zim jamoatchiligi, balki hammamiz bir kemada turayotgan barliq cho'ng-kichik ayol hammasigadir. Agar bu jamoatimiz a'zosi sirtda vazifa bilan turayotgan, shu turish jarayonida o'zi turayotgan jahiliyat jamiyatida ichis qilish his qilmagan, biror qatam Alloh sajda qilib, "Ey Alloh, men bu yerda vazifa bilan turayotman. Agar o'zimning ro'yi bo'ladigan bo'lsa, bundaq yerda 1 minut turmaydim" deb ko'z ish qilmagan bo'lsa, bu kishi mening nasihat ayrimda emas. Bir sahoba payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan, "Ya Rasululloh, meni azobdan qutqizgan bir ishni ko'rsatib qo'ying" deganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Tilingni yig', uyingda o'ltir, gunohingni aslab yig'la" dedi. Nasihat ochiqdir, ochiq bo'lsin deyman. Balki sizlarni yaxshi ko'rganlik uchun deyman. Qayndoshlar, eli kichik bola yo so'lib yuraman, yo bu otga meniman deb tizginiga qo'lni bog'layapti. Bizning maqsadimiz dunyolik biror narsaga erishamas, balki uningdan katta bo'lgan erishishdir. Shuning uchun belimizni ching bog'lashimiz kerak. Xuddi eliqi 100 odamni o'ltirayotgan kishi eliqi olimning ko'rsatmasi bo'yicha Allohning rahmatiga erishish uchun yo'lga chiqqanda ajal yiqilishib yarim yo'l yiqildi. Shuningla bu kishi o'mlab ilgirlashga boshladi. Oxiri o'mlashkim taqat etmay, jon uzish oldi butun kuchi bilan maydisida bir ilgirlab o'tib jon taslim qildi. Mana bu kishining eng oxirgi tiniqidagi g'ayrati uning rahmatga erishishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun biz bo'shanglik qilib qolsak bo'lmaydi. Agar bo'shanglik qilib ojizlik ko'rsatgan bo'lsak, buning yana bir nijot yo'li shuki, tilimizni yig'ib, uyimizda o'tirib gunohimiz eslab yig'ilganimiz yaxshi. Nima uchun uyda o'tirganimiz yaxshi? Chunki o'limalar shaytonning mikrini bilish vojibdir. Chunki shaytonning mikrini bilmagan kishi shaytonning qiltiqiga tushib qoladi deydi. Bu yerda shaytonning bir mikrini tilga ilish bilan nasihatni boshlayman. Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilindiki, shayton Allohni zikr qilib o'tirgan bir to'p kishining yoniga keladi. Shayton bu yerda o'ziga o'rin yo'qligini bilgandan keyin yana bir to'p dunyo gapini qilayotganlarning qishiga keladi. Shunda ularni puvdab jidalga silib o'tadi. Shunda yeliq Allohni zikr qilayotganlar bularni ajratish uchun o'rnidan turadi. Mana shu shaytonning mikridir. Ya'ni shaytonning maqsadi dunyo paranglarini qilayotganlar emas. Chunki shaytonning nazarida bular qardan chiqib qolgan insonlar. Shaytonning maqsadi shuki, shu dunyo paranglarini qilayotganlarni jidal silish orqali Allohni zikr qilayotganlarni o'rnidan qo'ptirib, ularni zikrdan to'xtatish. Shuning uchun kunlik faoliyatining ko'pinchisini dunyo ishlari bilan mashg'ul qiladigan kishini uyida o'ltirg'izmay, uni pudab, buning uyiga opirib, bunimi qardan chiqaradigan shaytonning yilisidir. Asli tilingni yig', uyingda o'ltir, gunohingni aslab yig'la degan bu hadis har kishiga deyilgan. Agar ichi pisla uning bunikiga barg'isi keladigan, to'g'ri, qarindoshlarni yo'qlash yaxshi, bu sunnat. Lekin buning o'lchami bor. O'lmalar do'st tutishda 5 narsaga e'tibor ber deydi. Birinchisi, Allohni unutgan bo'lsang, eslatadigan. Ikkinchisi, agar zikrda bo'lsang, yordam beradigan. Uchinchisi, uni ko'rganda Alloh esin keladigan. To'rtinchisi, uning so'zi qilayotgan ishga to'g'ri keladigan. Beshinchisi, uning so'zidan Allohni tunish ziyoda bo'ladigan. Mana mushundaq do'st bo'lsin deydi. Bundaq bo'lmay, o'zaro uchrashish, yo'qlashish, yana buni aldab necha bolsi bor uyda necha kun qo'nib o'tish, dunyo oxirat foydasi yo'q gaplarni soatlab deyishish, kiyim-kechakning, yemak-ichmakning gapini qilish, buning qo'shilib g'ayvat shikoyat o'tib ketadigan hamshirlarimiz bo'lib qolsa, buning hol qanday bo'lib ketar? Qiyinlishimizning kundalik ishlarining asosiy bo'ligi dunyo ishlari egallab, diniy ishlar qo'shimcha aylanib qilib,
o'lchimini buzib, kundan kunga chekinish taraf qarab ilgirlayotgan bo'lsa, mushunda paqpaq taraf qiziqish xarakterimizdan boshqalarga yo'qib kelishining oldini olish uchun oldi bilan shaytonning dunyo ishiga amroq kishilar orqali oxirat ishini qilayotgan kishilarni o'rnidan turg'izib o'tadigan qirtiqini aslagancha men paqpaq ishlarga qiziqdim. Mushu xarakterim bilan boshqalarnimi paqpaq qilib qardan chiqarib, shaytonning vasvasi bo'lib nusrat tushishining kechiktirilishiga sababchi bo'lib qolmay deb, uyimizda o'tirib gunohimizni aslab ko'z yosh qilganimiz yaxshi. Yana bir nasihat: agar qarindoshlarimiz vatandagi barliq mazlum xalqimizning g'amini yeydigan yoki vatan fath bo'lib qolsa, uning boyliqlarini Alloh rizosi uchun shundoq ishlarga ishlatgan bo'ladi deb o'ylagan bo'lsa, bu qarindoshlarimiz oldi bilan qo'limizga kelgan nisi narsani hajlashdan burun oldi bilan toqatimiz yetadigan ko'z oldimizga yetim insonlarning beshini solaydi. Qo'limizda naq barmoqni Alloh rizosi uchun hajlaydi. Allah rızası için kolu Kur'an ile can kılıvatkan qarindoshlarimiz bizning qo'limizdagi qaysi rizqqa eng ehtiyojli shuni chiqaraydi. Agar qo'limizda bor naq narsani chiqarishga ishimiz yetsa, undaqlar nisini beshini silaydigan, nisini g'amini yeydigan yoki nisini hajlaydigan nisi ishini tashlab uyda o'tirib o'zimizga malomat qilaylik. Yana bir nasihat: agar qarindoshlarimiz yüz ichilib ketgan hadisinglarimiz, nomus tajovuz uchirgan hamshirimizning bishig kelgan kundan ichi etishib, yig'laydigan birisi bo'lsa, bu qarindoshimizga Umar ibn Hattobning bir voqealigini eslatman. Umar ibn Hattobning Qashqa bir o'g'ri keltirilganda, Umar ibn Hattob uningdan bu nechinchi qitim o'g'irlik qilishing deb so'raganda, u o'g'ri birinchi qitim deb javob berdi. Shuning bilan Umar ibn Hattob raziyallohu anhu yolg'on, belki sen neç qitim o'g'irlik qilib bu qilmishingdan yonmaganliging uchun bugungi kunda Alloh subhanahu va taolo seni oshkorlab qo'ydi. Chunki Alloh sattardir, ya'ni ayiblarni yo'g'igichidir. Agar sening birinchi qitimdagi o'g'irligingda Alloh seni boshqalar oshkorlagan bo'lsa, undaqda Allohning sattar sifatini deganda hali o'g'ri bishini sangiltib hamini tan oladi. Shundoq Alloh sattardir, ayiblarni yo'g'igichidir. Endi kompyuterimizda, telefonlarimizda qandaq torbatlarga chiqdik, nimalarni ko'rdik, nimalarni ko'chirdik, bu Allohga ma'lum. Shundaqla bu torbatni qurgan kafir bu musulmonlarning nimani ko'rayotganligini, nimalarni tushirayotganligini kulgunicha kuzatib turdi. Biz boshqalarnikini ko'rib, shu ishlarimiz tufaylidan bizning nomusimiz ichilib qolsa, bu adolatsizlikmi? Al-jazo min jinsil amal degan hadis kimga aytilgan? Agar bizning ko'rganimizning bab-baravar o'xshida ashu hadis singil hamshirlarimizning nomusini ichilsa, sizlarcha dunyoda nima ish bo'lib ketar? Shundoq Alloh sattarkan, bizning bakko'p ishlarimizni yo'g'itibdi, ibrat olmamdiq. Allah bandalarga zulm qilg'uchi emasdir, balki inson o'zi zulm qilg'uchidir. Shunga ashu yuzlari badallar ichilib qolgan hadis singil hamshirlarga ichib yig'lashdan burun oldi bilan ko'rish tegish bo'lmagan narsani ko'rganligimiz tufaylidan ashu begunoh hamshir hadisinglarimizning nomus ichilib qolish sababchi bo'lgan qilmishlarimiz asab yig'laydi. Ulamolar eng ko'p ishlatadigan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi al-kayyisu man dana nafsihi. Zereklik, çiçellik, meselini özden izlep, nefsden hesap edip, ahiret için tirişkan kişidir. Acizlik, nefsini onun hava yevesiga ergeştiriştir. Hem şu haletide Allah'a karta kurk arzularımlar buluştur. Elbette benim vatandakiler küçüm yetmeydi. Hususen cihat meydandaki barlık hadisiniz, hemşirelik ekran işkiği sözüm, hemmeler, meyli o dadanlar bolsun, yoki yo'ldishinglar va yoki oq ininglar bolsun, o'zinglarning iffat nomus uchun chiroyli usulda o'zinglar bildigan eng yaxshi so'zlarni tanlab nasihat qilib qo'yinglar. Meyli xat orqali bo'lsin. Ya'ni ularning telefon ishlatganda Allohdan qo'rqishga, Allah cheklagan narsani ko'rib qilishdan ehtiyot qilishga, chunki uning bu qilmish tufaylidan kelgusida o'zining iffat nomusining boshqalar oldida ichilib qilishida hech qanday shak yo'q ekanligini essin. Ham buning bilan kifoyalanib qolmay, Allohga qo'l ko'tarib o'zining ularga nasihat qilganligini, g'aybni bilmaydiganligini, shunday holatdimi ular nafsining keyni kirib shunday narsani ko'ravergan bo'lsa, ular tufayli o'zining iffat nomusining ichilib qolmasligini Allohdan tilab qattiq yolvorib duo qilaversin. Chunki navbatdagi badallarimizning yo'galganligi bizni aldab qo'ymasin.
Mu'min degan ko'z oldidagi narsadan aldanmaydi. Albatta, o'zlarimizning yoki boshqalar tufaylidan o'tkazgan gunohlarimiz tufaylidan har vaqt nomuslarning ichilib qolish xatari mavjud. Navbatda biz qaysi holatda bo'lmaydi? Agar biz bu dinni aqida asosida qabul qilgan, shu aqidamiz tufayli butun oq qoraning bizga dushman bo'lganligini bilgan, osmon zaminning bu din omonatini ustiga ilishdan bosh tortganligini Qur'ondan ko'rgan bo'lsak, shaxsiyatimizga anjur yeyishdan bosh tortgan olimga o'xshash kishilarning xarakterini o'zlashtiraylik. Bir obid olim kishi anjur setayotgan bir kishining yonidan o'tib, shu pishqan anjurlardan yegisi kelibdi-yu, lekin yenida puli bo'lmag'achqa putidagi ikki oyoqini silib, uni anjurchining oldiga qo'yib, bu oyoqqa nechtal anjur keladi deb so'rabdi. Anjurchi anjurga oyoq tegishmaydiganligini aytib, uni rad qilibdi. Olim ketibdi. Shuning bilan anjurchining endi kishilar anjurchiga bayonqi kishining katta olim ekanligini, uningdan anjurini to'sib yosh qilmaganligini aytibdi. Shuning bilan anjurchi darhol bir muncha anjurlarni hozirlab, u olimning kendidan yetib, anjurlarini u olimga sunib, ko'p o'zi xalq aytibdi. Shuning bilan olim, agar bayam oyiqimga anjur tegishgan bo'lsang, yeytim, lekin men ilmimni anjurga tegishmayman deb ketibdi. Shundoq har qanday bir insonning bir loteriya bilib chiqib qilish bilan bir kun ichida dunyodagi eng chong bir boy aynib qilishi mumkin. Lekin hech qanday bir davlat siz bir soat ichida dunyodagi eng chong olimga aylanasiz degan loteriya biletini tarqatmaydi. Payg'ambarlar miros olgan tug'ilishdan to qabrga borgacha butun tirishchiligini sarf qilib erishgan ilmni bir anjurga tegishib yeyish nimaga ahmoqlik. Ilm ilish tas. Shu ilmga amal qilish va o'rnida ishlatish uningdan tas. Shuningdek, muhojir degan nomga erishish tas. Shundaqla shu muhojir degan nomni saqlab qolish uningdan tas. Shunga ba'zi rasmlardagi kichikkina foyda uchun men muhojir edim, arzon bersang deb muhojirligimizni setib qajlamaylar. Hatto biror ansor qo'pib, bu muhojir arzon bergin deb orqa tushgandimi, shu ansorga men bu kishi bilan muhojir degan nom bilan so'zlashmadim, balki men bozor qoidasi bo'yicha so'zlashdim deydi. Mayli boshqalardan yordam so'rash, boshqalarning ishimizni qilib berish chog'liq ish bo'lsa-mu, muhojirligimizni dastak qilmaydi. Demasakmi, boshqalar bizning muhojirligimizni biladi. Bo'lsa, amal bor boshqalarga berib o'ginaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bergan qo'l olgan qo'ldan yaxshi dedi. Boshqalarga berolmasak, amal bor o'z kuchimizni tayinlaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z kuchiga tayangan musulmon sharafli musulmondir dedi. Shundaqla xalq bilan bo'lgan munosabatda xuddi onasining ustidan ishlayotgan bovoq bilan uning onasiga o'xshash bo'laydi. Bovoq onasining qon tomiridan sut chiqamdi yoki chiqmamdi, uningdan kori yo'q. Sut chiqmadimi, yig'laverdi. Onasi bovoqqa, "Balam, mendan sut chiqmasa, qanday qilaman deb koyamda, koyganning nima foydasi? Balki bovoqni qo'lga olib, "Balam, mening badanimda sana oziq bo'lgandek hech nima qolmaydi" deb bovoqni bag'riga besib, Rabbiga duo qiladi. Shunga xalqning bizning kutadigan umid uchun mayli ular bizni tillasimi, koyisimi, balki bizni yordamsiz tashlab qo'ysimi, ularga chiroyli holda kechiringlar, biz haqqinglarni to'liq ado qila olmadik deganingizcha Alloh subhanahu va taoloning buni so'z eslaydi. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan xudogoy o'lmalar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsiz olmadi, bo'shashmadi, bosh yegmadi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguvchilarni do'st tutdi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgan, qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgan va kofir qavm qarshi bizga yordam bergan degandan boshqa bo'lmadi. Asli bizning maqsadimiz Urumchi voqeasining oldiga edi. Biz bu voqeani texmo to'g'ri tushunish uchun janjashga o'tdik. Janjashning asli maqsadi oldi bilan kommunistlarni yo'qotish, ondan Yapon qarshi urush qilish edi. Lekin ichki va tashqi besimlar tufaylidan qarorni o'zgartirib, kommunistni tashlab Yapon qarshi jang qilganligi oxirgi hisobda Janjash tarafning mag'lubiyat bilan Tayvanga chekinganda Janjashning oldi bilan kommunistlarga hujum qilish, Yaponga qarshi mustahkam mudofaa turish, kommunistlarni yo'qotib bo'lgandan keyin Yaponga qarshi umumiy hujum qilish degan nazariyasining to'g'ri ekanligini his qilganda o'zining oldi burun kechikkanligini, nima uchun Janjash o'z nazariyasini o'zgartdi,
buning o'z nazariyasini o'zgartishdagi sabablarni bir necha nuqtalar tahlil qilib, xalqning Yaponiyaga qarshi qizg'inligi janjashning o'z fikrini o'zgartish sabab bo'la olmaydi deyish bilan birga, bu yerda xalqning kuchiga sal qarashning yo'qligi, shundaqla bularni xalqni qandoq sehrlaydiganligini tushuntirish uchun bir necha mazmunlarni aylanib o'tib ketdik. Buningki maqsad Joyinkanning mag'lub bo'lishiga ajallik yerini bilish uchun janjashga o'tkazdik. Bu yerda bir haqiqat shuki, hammamizning Turkiston zimminini qo'lga olib olganimiz bor, lekin yetarli kuchimiz bo'lmagani uchun sarson bo'lib yuribdimiz. Mana Muhammad Mursini Misr xalqi ko'p ovoz bilan saylab Misrning raislik o'rniga chiqardi. Lekin Abdul Fattah Sisi qatma-qat qarshilarga pisandmi qilib qo'ymay, xalqni qirib Muhammad Mursini qo'lga olib, oxir turmada o'ltirib etgan. Xalqning moyilligi albatta muhim. Lekin shu moyillikni olg'a suradigan kuch bo'lishi ham zarur. Hamda gapimiz kelsak, janjashning o'z fikrini amalsiz majburiy ich ochiq toshqanlar o'zgartishi hargizma xalqning Yapon qarshi qizg'inligi emas. Chunki u biladi, bu xalqni qo'zg'ayotganlar dal o'sha kommunistlar qarshi urushni qo'yib, Yapon qarshi turish kerak deb bayroq ko'targan song'ular ekanligini. Endi bu yerda nimishqa janjashi mushu o'zini go'rgilib olgan, shundaqla yiroqni ko'rib yetolmagan bu ikki song'unini go'ridan chiqqandan keyin qo'lga elib, boshqalarni ularning o'rniga saplamaydi degan savol bilan kommunistlar qarshi urushni to'xtatib, Yaponiyaga qarshi urush qilish kerak degan song'unlar janjashini go'rig ilishning o'rniga uni o'ltirib ham o'ziga o'xshash fikrdagi boshqa birisini taxtga yo'lab chiqarmaydi degan savol paydo bo'ldi. Bularning nazarida janjashini o'ltirish hargizmi oqilonalik emas. Chunki janjashini o'ltirish Xitoyning texnik parchalanishi demakdir. Go'ra gelish bo'lsa eng oqilona tadbirdir. Chunki janjashiga o'xshash fikrdagi song'unlarni o'ziga o'xshash fikr keltirish faqat janjash orqali ish qo'shadi. Ham bo'linishdan saqlanib ichki birlik hosil bo'ladi. Janjashining go'radan chiqqandan keyin bu Kaltipam Jansholyang bilan Janxochingni qo'lga olib, mansibini ilib tashlab etmaslikmi o'xshash ichki birlik. Agar kommunistlar qarshi urushni to'xtatib, Yaponiyaga qarshi urush qilish kerak degan fikrga song'un faqat mushu ikkisini tark topgan bo'lsa, undaqda bularni qo'lga olish oson. Lekin bundaq fikrdagilarmi oz emas. Bu ikkisi faqat shularga vakil bo'lib, janjashini go'rgilar. Amsa nimishqa bularga Jansholyang vakil bo'ldi degan kelsak, Janjashlar Jansholyang bu o'zaro bir-birsiga qo'l berishib aqq bo'lishgan qarindoshlar. Bu hargizmi hozir Xitoylar orasidagi aroqning ta'sirida qiniqizib, yassaqmi, o'lsakmi bilib bo'lamiz deb hissiyatning ta'sirida qo'l berishgan o'rib odatdan tamoman aksichidir. Xitoylardagi o'zaro qo'l berishib aqq bo'ladigan odatning kelish asli manbasi Xitoylardagi g'arb sayohatni chiqarib atganda suv bo'yida qizlar vaqt kuchish 3 podsholar haqida qissa degan 3 klassik asar bor. Mana bu 3 podsholar haqida qissa degan kitobda keyin 3 podshohning birisi bo'lgan Liubey dastlab qadamda o'z ishini boshlaganda jiroqni ko'ra oladigan parast bo'lgan, lekin kuchi bo'lmagan. Mana mushundaq vaqtda u noyda botir, qo'lliq, shumliqni bilmaydigan Guanyu va Jangfi degan ikki chavandoz bilan do'stlashdi. Ham o'zining aqli bilan bu